Foton yoki shunga o'xshagan model, ya'ni bartovoy model olganingizdan keyin unga ustiga ten o'rnatish va metan o'rnatish umumiy qancha summaga tushadi? Keling, mana shu modelda bir ko'rib chiqamiz. Bu Foton TrackMate birimizga idealniy holatda ten o'rnatib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, hammasi chiroyli holatda bo'lgan. Metanda esa bitta 90 talik, bitta 65 talik bilan 4-pokoleniya qilib o'rnatib berganmiz. Uzunroq material oltaman deganlar uchun forchka ham qo'yib berganmiz. Akamizga ko'rishlaringiz mumkin, idealniy holatda germetiklari. Ko'rganlaringizdek, led chiroqlarni ham chiroyli holatda o'rnatganmiz. Choklariga bitta e'tibor berasiz. Idealniy holatda qilganmiz. O'zi bu tentimiz koreyskiy bo'lib, juda ham sifati mustahkam bo'ladi. Uncha-munchaga yirtilmaydi va sizga yaxshi va ko'proq xizmat qilib beradi. Turish holatiga bitta baho berasiz. Metan balolar keladigan bo'lsak, bitta 90 talik, bitta 65 talik, 3 tadan lenta qilib chiroyli holatda, umuman qaltiramaydigan, tushib ketmaydigan holatda, chiroyli va sifatli holatda o'rnatib berdik. Mana shu xizmatlarimizni hammasi 15,5 million so'mga tushdi. Endi sizga savol. Arziydimi, yo'qmi? Boshqa joylardan bir so'rashtirib ko'ring. Agar arzon ko'rsangiz, undan ham arzon qilib berish variantimiz bor. Ten xizmati, metan xizmati hammasini bitta joyda qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.